Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga ilovada valyuta kurslarini sozlash haqida gapirib beraman. Valyuta kurslari bo'limida siz turli valyutalar kurslarini kuzatishingiz va hisob-kitoblar uchun kalkulyatordan foydalanishingiz mumkin. Endi sizga qanday qilib yangi valyutalarni qo'shish mumkinligini ko'rsatib beraman. Bu juda oddiy va tez amalga oshiriladi. Endi kalkulyatorni ko'rib chiqamiz. Bu yerda siz birinchi valyutani tanlaysiz, so'ngra ikkinchi valyutani tanlaysiz, miqdorini yozasiz va natijani olasiz. Shuningdek, o'rtadagi yashil tugma orqali valyutalar o'rnini almashtirishingiz va yana hisob-kitobda ishlatishingiz mumkin. Ma'lumot uchun, valyuta kurslari O'zbekiston Markaziy bankining ma'lumotlari bazasidan olinadi. Shuning uchun ular doimo yangilanib turadi. Bugungi ko'rsatmamiz shundan iborat edi. Rahmat, salomat bo'ling.